Qorasaroy Xastimomda uy buzilayotgan okalarimizni hammaligisi shu atrofdan qidirishyapti. Bugun ikkita yonma-yon Hasan Husan hovli sizlar uchun aka-ukalar bo'ladi-ku, qarindoshlar bitta mahallada turgansizlar, bitta mahalladan ikkita yonma-yon uy qidiryaptimiz. Chig'atoy mahallasiga kelganmiz. Nurafshon ko'chidan 100 metr, 150 metr kirganmiz. Mana o'ng qo'limizda Chig'atoy makro, bunaqasiga nima Xastimomgacha bir qadam. Shundoq Chig'atoy mahallasida ikkita yonma-yon, har biri 204 sotixdan. Bittasi bo'lsa mana shu hovlimizni uglovoyda joylashgan. Bu bizning kiraverish darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Hovlimizga, navesimizdan tagiga bitta mashina, hovlimizgacha ikkita mashina kiradi. Kirganimizda chap qo'limizda bo'lsa yozgi oshxonamiz joylashgan. Barbekyu zona, o'choq qozon, gaz plita, moyka, xullas hammasi ko'rayotganingizdek juda chiroyli chiqqan. O'zi xonadonimizdan ham mana ichkari tarafidan fasadini qarasangiz, havo bulut bo'lgan paytida ham fasadlari juda chiroyli bo'lib yonib turibdi. Bu yerda yashil maydonimiz uchun joy qoldirilgan. Endi faqat o'sha Qorasaroy Xastimomdagina emas, o'zingiz ham agar mana shu Olmazor tumani, Chig'atoy bilasizlar, O'zbekona haqiqiy, ani Toshkentlik mahalladan agar uy qidirib yurgan bo'lsangiz, kelib bitta mana shu xonadonimizni ko'ring. Binoyimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 330 kvadrat, podvol birinchi va ikkinchi qavatli. Planirovka hamchi juda ideal darajada chiqqan, ichkariga kirib bitta ko'ramiz. Xohlasangiz, mana shu 90% bitgan holida sotsangiz bo'ladi. Bu yerda nima? Elektrika, santexnika hamma ishlari bitgan, fasadlarimiz 100% bitgan. Xohlasangiz akam aytayotdilarki, podключ qilib bitirib beraman deyaptilar. Shundoq kirasiz, tayyor yashaydigan bo'ladi. Xo'p, kirib keldik. Kirib kelishimiz bilan bizani oshxona hol studiyni kutib oladi. Katta formatda chiqqan. No, agar sizga menga studiya kerak emas desangiz, mashina shunda bo'lsangiz bo'ladi, bo'lib olasiz. Alohida shunda oshxonamiz bo'ladi. Lekin menimcha studiyni format juda yaxshi, katta chiqqan. Asosiy eshigimizdan kirdik, ro'paramizdagi xonamiz bo'lsa, bu bizani zal qismimiz. Katta zal, radiatorlarimiz, to'pli pollarimiz hammasi qiling, kotyollarimizgacha qo'yilgan. Hozir ham yoqorsa bo'ladi, o'sha sharoitlari bor. Orqa hovliga oyna eshiklarimizni qaragan. Keyin shundoq kirdik yo'ligimizdan, bu yerda bizani общий sanuzyulimiz joylashgan va birinchi qavatda hojona hojotalarimiz uchun ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalishadi. Spalnya o'zini ichida sanuzyuli bilan. Ikkinchi qavatga chiqdik. Akam mana bunaqa katta hol qilib qoldirib qo'yibdilar. Men aytdim, aka, ko'p qancha xona bo'lsa shuncha yaxshi desam, masjidda o'zini ikkiga bo'lsa bo'ladi dedilar akamlar. Bitta xona mana shu joyimiz bo'lsa, bu yoq tarafimizda yana bitta xona. Kelinglar shu joyimizni bitta xona qilib hisoblaymiz, chunki katta prostranstvo qolganda, bu yerda bitta bemalol yana ikkinchi qavatga xullas zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Balkonimizdan vida shundoq Chig'atoy makro balkonimizdan ko'rinib turibdi. Hovlimizning ko'rinishi mana ikkita yonma-yon juda chiroyli Hasan Husan hovli bo'lib joylashgan. Keyin bu yerda bizning общий sanuzyulimiz ikkinchi qavat uchun birinchi qavatimizning shundoq tepasidagi yotoqxona. Bu yotoqxonamizning ham o'zini ichida sanuzyul joylashgan. Keyingi xonamiz o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz va shundoq yonida bo'lsa qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ikkita detski, bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Keyin mana bu holni hamchi mana o'zingiz ayting, o'zingizni fikringizni nima deysiz? Bitta katta zal qilib olish kerakmi yoki bitta katta master spalni qilib olsa ham bo'ladi, chunki xonamiz juda katta prostranstvo qolganda bu yerda. Yoki ikkita kichkina detski qilib bittasini o'zingizga kabinet qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Eng pastki qavatimiz tushdik, bitta hol kutib oladi bizani. Mana shu joyda bizani kotelnimiz joylashgan. Bu yerda bitta холодная komnata uchun sharoitimiz qoldirilgan. Plashatka yokicha kabinetni ham podvolga qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar mayli men o'zim stilimda o'zimga yoqadigan aboylarni, o'zimga yoqadigan atachent ranglarini tanlayman desangiz ham, mana ikki xil variantda sotsangiz bo'ladi. Vaqtingiz bo'lmasa, xullas podключ ham qilib beriladi, podключ qilib topshiriladi. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, hamma kommunikatsiya kirgan. Kanalizatsiya deysizmi, svet, suv, gaz, svetlarimiz 3 ta fazi, elektromobilni zaryadka qilish uchun ham hamma sharoitlari qoldirib ketilgan.
bu xonadonlarimizni sotuvda aynan shu Chig'atoy mahallasidan uy qidirib yurgan bo'lsangiz, kelib bitta ko'ring, men Primoy joyi egalarini telefon raqamlarini yozib qoldiraman. O'rtada hech kim yo'q, telefon qiling, joyi egasini o'zi tepasidan yana chiroyli savdo qilsangiz bo'ladi.